sizga ko'rsataman. 3-usul bu Janaliza usuli. Janaliza usuli. Ushlash. Birinchi, har doim o'ng qo'ldan boshlaymiz. Mana o'ng qo'lga oladi. Manga yaqin chap qo'lga to'g'ri ipni. Istalgan o'xshagan. Birinchi va ikkinchi turum bu holda va orqa bo'lishi kerak. Janalizadan boshlaymiz. Bu o'ng usuli. Masalan, bu chap qo'l usuli. Hozir bu vaziyatda mening qo'lim, chap qo'lim pastda. Znash, men chap qo'lni qilishim kerak. Mana shu ushlayman. Ipdan bosaman, ustidan qizaman ipni. 3-barmoq bilan shu ipni ushlayman va oynadan qizaman. Qizganda 3 va 4-barmoq bilan ipni ushlashim kerak. Ipni qizdim. Chap qo'lim pastda edi. Bundan keyin chap qo'lim tepaga boradi. Endi o'ng qo'li pastda. Значит, mana shu ushladik, bosdik, qo'ydik. 3-barmoq ushladim. 3 va 4-barmoq bilan qizmoqman. Oynada qo'lim tepaga. Buni tepamiz. 10 usuli. Buni chap oldi usuli. Mana bu, mana shu ushlab turman. Mana bosdim. Buni ustiga qo'ydim. 3 va 4-barmoq ushladim. Qizaman. Bu qo'lim tepaga. Yana